qo'shing aka, qo'shing. Qo'zin narxini aytyapsiz siz? Aka, lekin normal narx aytdim-da, qarang, kichkina bo'lyapti. 800 ming beraman deyapman-ku. Jon aka, 1,5 milliondan hech bo'lmasa berib beraman aka, mana qarang, hali yosh qo'zida. Aka, buni tish to'kilib ketgan-ku, qarib ketgan-ku. 1 million so'm beringni berib beraman aka. 200 mingga qo'shing bo'ldi aka, berib beraman. Bu 1 millionga arzimaydi. Undan ko'ra 1 millionga bozordan saylab olaman, bo'pti. Aka, shoshmang, olib keting aka, kelishtirib berdim-ku mana. Hali chashmay turlar, qarab turlar, hali qo'y bag'ayta qildim, davr keladi. Mash qo'chqarib borib, tillarni narxini qimmatga sotaman hali, ko'rasizlar. Qo'sh, sen qo'sh. Bo'lmasa qarab turganda bu navbatdagidagi o'rinni ber. Aka, buni nimasini qimmat aytyapsiz? O'zi pishaqdagina qo'zi bo'lsa. Ukajon, sen meni ustimda kulyapsanmi? Oldin turgan mana filni ko'rmayapsanmi, qara, uka? Sen ertalab o'zi nima yeysan zavtrikka? Shu aka, non bilan murabba yeyman. Bilasanmi bu o'quvchilar ertalabki zavtrikka nima yeyishini? Xo'raz bilan jurmagan tovuq tuxumini yeydi, 5 ta. Habitga bor-ku, buqani go'shtdan, kalbasalardan yeydi-da. Akajon, oxiri 2 million beraman, bo'ladimi? Ukajon, 10 million kittirsani olib kel. Bilasanmi, bu qo'chqarga nechta pul xaraj qilganmi, qara. Yaqinda bor-ku, zo'mnay gapdi. 5 millionga tish qo'ydirib kelganman, bilasanmi? Jon akajon, erta qurbonlik qilishim kerak. Salgina arzon qilib bering, 5 millionga bering. Uka, 5 millionga mana qo'chqar ikkita lamichkasini beraman, bo'ladimi? Ha? Bo'ladimi senga? Chata menga ko'zing bekardek ko'ryapsan, bekarchidek. Mana pul sanashib tur, 10 million senga olib chiqarib beraman. Tushundingmi? Qo'chqar boqaychi, g'annadam davri keldi.